Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamasdan sizlar bilan digital bo'lyapti. Bugungi videoda biz Office dasturlarini kompyuterimizga o'rnatib olishni ko'rib chiqamiz. Hozir menda yangi kompyuter, ya'ni VirtualBox, ichida hech balo yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda sizlar o'ylagandek kompyuterda oldindan o'rnatilmagan. Hop, bizga birinchi navbatda brauzer kerak bo'ladi. Uni brauzerga kirgan holatda Office Deployment Tool deb qidiramiz. Qidirganimizdan so'ng mana bu yerdagi birinchi chiqqan chiqib kelgan saytga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bizda mana bu narsa bo'ladi. Downloadni bosamiz. Ya'ni yuklab olish, yuklab olindi. Endi bu yerdan chiqib ketamiz va biz mana bu joyga kirib kelamiz. Ya'ni fayllar menejeriga. Fayllar menejerida yangi papka ochamiz. Istalgan diskni ochsanglar bo'ladi. Folder Office deb nomlaymiz. Office deb nomlaganimizdan keyin shu joyda qoladi va yuklanmalar papkasiga o'tamiz. Yuklanmalar papkasidan oxirgi yuklab olgan faylimiz, ya'ni Office Deployment Tool'ni ichiga kiramiz. Yes'ni bosamiz. Va bizda accept qilasanmi deydi, Yes'ni bosamiz. Xo'p. Endi biz this PC ni ichidan, local diskni ichidan biz Office degan papkani tanlaymiz. OK'ni bosamiz va endi Office degan papkaga yetib boramiz. Va bizda ko'rib turibsizlar, ikkita fayl turibdi va bizga mana bunisi kerak emas. Birinchi fayl konfiguratsiya. Biz buni udalить qilib yuboramiz. Bu yerdan ham chiqamiz va yangi brauzer oynasi ochamiz. Qidiruvga Office Customization Tool deb yozamiz va bu bizga nima ilovalar o'rnatishimizda kerakligini yordam beradi. Kiramiz. Ruscha bo'lsa saytimiz boshqacharoq ko'rinishda ega bo'lishi mumkin, lekin baribir ichidagi narsalar hammasi bir xil. Birinchisi Office Suite. Menga misol uchun hozirda 365 kerak. Bosaman. Video kerak emas. Video kerak bo'lsa bossanglar bo'ladi. Project ham albatta, misol uchun ikkisini ham bosib ko'ring. Additional product deganda qo'shimchalar, access runtime'ni qo'shib qo'yamiz agar kerak bo'lsa. Yana ilovalardan OneDrive va Skype ham kerak, lekin menga OneDrive kerak emas. Bu ham kerak emas. Yana shu hozircha kerakli ilovalar. Undan keyingisi til. Til albatta menda ingliz tili, sizlar boshqa tildan tanlab olsanglar bo'ladi. Hop, keyingisi albatta ikkinchisi tanlanish shart. OK deb bosamiz. Va mana bu yerda accept qilgandan so'ng albatta konfiguration xuddi shunday yozilishi shart. Ruscha bo'lsa ham o'zgartirib olinglar shu joyini albatta. OK, yuklab olamiz. Yuklab olishni bosganimizdan keyin bu yuklab olindi, X qilib chiqamiz va yana qaytadan brauzer fayllar menejeriga kiramiz. Kirganimizda Office papkasiga kirsak, bu o'z turibdi. Endi downloadga o'tamiz va konfiguration faylini ustiga bir marta bosamiz. O'ng tugma bilan va bu yerda copy degan narsa turadi yoki-da mana bu yerdagi copyni bosamiz. Bosganimizdan so'ng this PC ga Office'ga kiramiz va mana bu joyni bosamiz yoki Ctrl V bilan joylasak ham bo'ladi. Men bu paste tugmasidan foydalanaman. OK, bizda endi ikkita fayl paydo bo'ldi. Configuration XML va setup.exe. Mana bundaqa XML faylni chiqarish uchun view bo'limiga o'tib turib, showdan file name extensions yoqilishi shart. Xo'p, bu yerdan chiqib ketamiz endi va terminalga cmd deb qidiramiz va buni run as administrator qilamiz. Va Yes'ni bosamiz.
Hop, hammada disklar har xil. Agar siz D diskka yo boshqa diskka o'rnatmoqchi bo'lsangiz, D deb yozib olishingiz kerak. Menda hozir D disk yo'q, shuning uchun bu chiqmadi. Hop, men S diskda SD deb yozamiz avval. S diskni ichidan Office papkasiga o'tmoqchiman. O'tganimizdan keyin setup configure configuration XML va kutamiz. Hop, noto'g'ri yozib qo'yibman. Mana bu yerda bizda oyna ochilishi kerak. Bu internetingizga qarab sekin yoki tez bo'lishi mumkin. Hop, kutamiz hozircha. Menda VirtualBox bo'lganligi uchun kompyuterim ozroq sekinroq ishlayapti. Shuni hisobga olasizlar degan umiddaman. O'rtacha 10 daqiqadan boshlab 1 soatgacha ishlaydi. Mana ko'rib turganinglardek o'rnatishni boshladi. Endi buni ozroq kutamiz. Taxminan 7 daqiqadan shu aytganimdek yarim soat 1 soatgacha kutsak bo'ladi. Kompyuterlarga qarab. Hop, mana ko'rib turganingizdek, mana bu keldi. Ya'ni hammasi o'rnatildi. Endi hozir bu yerda close qilaman va mana bu yerga power shut yozaman. Power bizda PowerShell ochiq. Bu yerga kiraman. HTTPS ex deb yozgan bizda yuklab olishni boshlaydi. Yuklab oldi. Masalada hop, bu yerda o'zi avtomatik admin sifatida uchun bizni ochib ketyapti. Hop, bizga kutur kerak. Kuturni bosamiz. Bu orqali ham yana ofis dasturlarini masalan bemalol kalit o'rnatib saqlab olsanglar bo'ladi. Bu yerdagi hamma Telegram kanali, Telegram link videoni bo'ladi. Hop, mana ko'rib turgan o'rnatishni yerdan mana bu yerda hammasi o'rnatildi. Yoki ketadiganlardan papkasiga kirsanglar, bu yerda hamma ilovalar bor. To'g'ri, o'rtaga acceptni bosamiz. Close'ni bosamiz. Word ishlaydi. Good. Agar video like bosib qo'yamiz.